Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol beribdilar. 5 ta savol berib, har biriga javob bering debdilar. Inshaalloh, Alloh qodir qilgancha javob beramiz. Birinchisi, kechasi soat 1-2 larda o'qiladigan tahajjud namozi qanday o'qiladi debdilar. Endi avvalambor kechasi soat 1-2 da o'qiladigan deganimiz qisman noto'g'ri. Chunki shariatda namozlar soat bilan o'lchanmaydi. Chunki soatlar o'zgarib turadi. Masalan, dunyoning ba'zi joylarida kechasi soat 1-2 da bomdod bo'ladi. Ba'zi joylarda hali xufton bo'ladi. Shuning uchun bizda mana namozlar vaqti soat bilan emas, aslida kun va tunni miqdori bilan o'lchanadi. Kimnidir endi vaqtiga haqiqatan soat 1-2 ga to'g'ri kelayotgandir, buni inkor qilmaymiz. Tahajjud namozidan endi vaqtini so'ramoqchi bo'lsalar, birinchi o'rinda tahajjud namozini vaqti xuftonni o'qigandan boshlanadi. Xuftonni o'qib bo'ldingizmi, tahajjud vaqti boshlandi bomdodgacha. Faqat afzal vaqti kechaning oxirgi 3dan 1 qismi qolgan vaqt. Ya'ni bomdoddan oldingi bomdodgacha bo'lgan vaqt. Kechani taqsimlaysiz 3 ga. Masalan, kecha 6 soat deylik. Kechani 3 ga taqsimlaysiz, shuni oxirgi 2 soati, bomdoddan oldingi 2 soat. Ana shu eng afzal vaqti bo'ladi tahajjudni. Kechqurungi namozda. Undan oldin ham joiz, faqat eng afzali. Uning dalili Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari. "Iza kana sulusul akhir min al-layl yanzilu robbuna ila sama'id dunya." Agar kechaning oxirgi shu 3dan 1 qismi qolsa, Robbimiz dunyo osmoniga tushib aytadiki, so'rovchi bormi, bir ijobat qilaman deydi. Istig'for aytuvchi bormi, kechiraman deydi. Tavba qiluvchi bormi, qabul qilaman deydi. Alloh nido qilib chaqirib turadi. Ana shunda siz namoz o'qisangiz, javob qilsangiz, inshaalloh ana shularimiz mustajob bo'ladi. Bu tahajjud afzali shuning uchun shu vaqt. Asli tahajjud lug'atda uyqudan voz kechish degani. Uyqudan voz kechib turib, ana shu nafil ibodatni qilishligingiz degani. Endi necha rakatni o'qiganingiz afzal deganda, tahajjud aslida xuftondan keyin 2 rakat bilan ham ado bo'ladi. 2 rakat namoz o'qisangiz ham shu ham tahajjud. Eng kami shu. Oxiri 3-chisi vitr bo'ladi. Rasululloh hadisda aytganlar, "Salatul layli masna masna." Kechqurungi namoz 2 rakat o'qilaveradi deganlar. O'qiverasiz. 2 rakat, xohlaganingizcha o'qiverasiz. 2 rakatda har 2 rakatda salom berib. Faqat inson quruq rakatni ko'paytirgandan ko'ra namozni sifatini ko'paytirish kerak. Ha, 2 rakatdan deb tovuqcha o'qilagandek qilib o'qib tashlavermasdan, uzunroq qilib, cho'zib o'qish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng uzun o'qiganlari shu 13 rakat bo'lgan. Vitr bilan qo'shib o'qisa, ya'ni. Vitr ham eng oxirida o'qiladi-da mana buni. Shuning uchun afzali vitrda ham xuftondan keyin o'qib olmasdan, mana bu o'rtada tahajjudlarni o'qib, keyin oxirida turib o'qishlik. Ija'alu akhira salatikum min al-layl al-vitr. Hadisda aytganlar, kechqurungi namozda eng oxirgisi vitr bo'lsin. Bomdoddan oldingi eng oxirgisi vitr bilan yakunlanish kerak. Agar kechqurun vitrni o'qib qo'ygan bo'lsa ham turib o'qiveradi, faqat qaytib vitr o'qimaydi. La vitron fi layla. Bir kechada 2 ta vitr o'qish yo'q deganlar. Demak, mana 2 rakatdan o'qiverasiz, necha rakat bo'lsa ham. Faqat afzali shu vitr bilan qo'shib 13 rakat bo'lsa shu afzal. 10 rakat o'qiysiz masalan, vitr bo'ladi. Endi afzali 2 rakatdan o'qish dedim men. Aslida hammasini qo'shib o'qish ham bor. Bir yo'la 7 rakat qilib o'qish masalan. U ham bor. Afzalini so'raganingizga afzali 7 rakat deyildi. Afzali 2 rakatdan deyildi. Fotiha surasidan keyin Zam suraning qaysini o'qigan afzal deganda, qancha kechqurungi namoz uzun bo'lsa, shuncha afzal. Mana shuning uchun Alloh taolo oyatda faqra'u ma tayassara minal Qur'on. Qur'ondan nimaga kuchlaring yetsa shuni o'qinglar degan. Qodir bo'lganingizcha cho'zaverasiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 1 rakatda Baqara, Niso, Oli Imron suralarini o'qiganlar. Bu taxminan 5 pora bo'ladi. 1 rakatda qancha kechqurungi namoz uzun o'qilsa shuncha afzal.
o'z navbatida 3-savolingizga ham javob chiqadi. Ruku sajdada subhana robbil a'la, subhana robbil azimlarni necha marta o'qish kerak deganingizga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning namozlari kana salatun nabiy sollallohu alayhi vasallam qoriban minas sawa. Sahobalar aytgandek, Rasulullohning namozlari bir-biriga yaqin teng bo'lardi degan. Ya'ni uzun qiroat qilsalar, rukuda ham uzaytirardi. Rukuni uzun qilsalar, rukudan keyin turganda ham uzun turib qolardi. Sajdani uzaytirardi, sajdadan keyin ham uzun turardi. Bir-biriga yaqin qilardi. Qiyomni uzun qilib, mana nimani qisqa qilib rukuda unaqa qilib namoz o'qimagan. Qiyomni uzun qildingizmi, rukuni ham uzun qilasiz. Rukuni uzun qildingizmi, rukudan keyin turganda ham uzoq turasiz. Sajdani uzun qildingizmi, sajdadan keyin turganda ham uzoq turasiz. Nima aytaman unda desangiz, aytaverasiz, takror subhana robbil azim deb mana shuni tog' qilib aytaverasiz, necha marta aytsangiz. Rukudan turgandan keyin ham o'zining duosi bor. Sami'allohu liman hamida robbana va lakal hamd deganingizdan keyin Allohumma lakal hamdu mil'as samawat va mil'al ard va mil'al arsh va mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd ahlu thana'i wal majd ahaqqu ma qala al 'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Mana shunaqa duolar bor. O'sha duolarda aytasiz. Va keyin sajdada ham aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'kthiru min ad-du'a'i fi as-sujud. Banda Robbisiga eng yaqin bo'lgan holati sajda. Sajdada duoni ko'paytiraveradigan, xohlaganingizdek o'zingiz tilingizda ham duo qilavering. O'zingiz tilingizda ham Allohdan yaxshilik so'rab duo qilavering. Sajdadan keyin ham o'rtada turganda Robbighfirli duosini qilasiz. Va hokazo mana shunaqa qilib namozni uzunroq qilib davom ettiriladi. Va asosiy ahkomlar tahajjud namozida mana shular Alloh.